Top 3 PUBG'da reputatsiyasi baland bo'lgan setlar. Bu setlarni tushunadigan odamning oldida tursanglar, auranglar o'zgacha bo'ladi. Top 3 missiya B. Bu setimizda default akkauntlarda bo'lishiga qaramasdan reputatsiyasi o'zgacha. Top 2 Babe. Bu setimizni 3 xil rangi bo'ladi. Sariq, oq, fioletoviy. Ko'p Babe bor akkauntlarda sariq rangini uchratsanglar bo'ladi. Oqi juda redki, unda shalvari bo'ladi, shortiga bo'lmaydi. A fioletoviy esa kak Shahlo Ahmedova. O'zinglar tushundinglar. Va bu puli bor ekanlarni PUBG'dek kichkina maqsad. Top 1 sizlar kutgan brigadka. Nimaga bu setimizni birinchi o'ringa qo'yganimizni hozir tushuntirib o'taman. Buning sababi bitta. Brigadkani paytida donator puli bor akalar ham olisha olmaydi. Bu set faqatgina missiya bajarib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu setimizni pulga sotuvsi bo'lmasdi va hozirgacha ishqibozlari juda ko'p. Sizchi top 1 ga qaysi set qo'ygan bo'ladi? Izohinglarni kommentariyaga yozib ketinglar. Lekin men uchun baribir Shahlo Ahmedova. Sizlarga ham shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, ссылка описанияda Telegramga murojaat qilinglar. Sizlar bilan ziko bo'lib, hammaga xayr.